هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Nisa suresinin 1. ayetinden başlayıp okuyunuz inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Nisa Medine'de nazil bolgan 176 ayet. Bu surenin Medine'de düşkenligi ve onun bazı ayetlerinin fazileti doğrusida. Avfi İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Sure Nisa Medine'de düşken. Shuningdek İbn Mardawi, Abdullah İbn Zubayr ve Zayd İbn Sabit'nin bu sure Medine'de düştü deganligini rivoyat qildi. Hakim Abdullah İbn Mas'ud radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan sure Nisa'da 5 ayet var. Dünya ve dünyanın içindeki narsaning hammasi bu 5 ayet. Bu 5 ayet meni xursand qilgandek xursand qila olmaydi. Bu 5 ayet bo'lsa, Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hassilab ziyoda qiladi. Agar sizlar man'i qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, Karimimizga elib kichik gunohinglarni yo'q chiqaramiz. Allah haqiqatan Allah'a şerik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Ular, ya'ni munofiqlar, sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda. Kimiki birer yomonlik yoki o'ziga birer zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allah'ın mağfiret qilg'uchi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi degan oyatlardir. Hakim İbn Abbas radiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar mendan sure Nisa to'g'risida so'ranglar. Haqiqatan men Qur'onni kichikimdan tortib o'qiyotdim. Bismillahirrahmanirrahim. Nihoyat shafqatlik ve nihoyat mehribon Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey insanlar! Sizlarni bir insondan, ya'ni Adem aleyhisselamdan yaratgan, şu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvani yaratgan ve ulardan, ya'ni Adem bilen Havvadan nurg'un ayollarni yaratgan Rabbinglardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nom bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan sizlarni, ya'ni bütün ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. Taqvodorlik qilishga va urug' tuqqanlarga yaxshilik qilishga da'vat qilish to'g'risida. Allah Teala məxluqatlarını özügələ ibadet qilishga buyurub, ularni bir candan yaratganligini, ya'ni tunji qitim Adem aleyhisselamni yaratib, u uxlayotgan oldida sol qo'vrig'isidan ayoli Havvani yaratganligini, u ikkisi orqali butkul insonlarni yaratganligini bayon qilib mundaq deydi. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adem aleyhisselamdan yaratgan
Şu insandan, yani öz cinsinden onun cüptini, yani Havvani yaratkan Rabbinlardan korkunlar. Hadiste mundaq keldi. Şeksiz ayol kishi qovurg'idan yaratildi. Qovurg'ining uch tarafi egridir. Sen qovurg'ini tuzlayman desang, uni sundirib qo'ysan. Agar sen uni egri qovurg'idan öz peticha manfaatlanay desang, uningdan manfaatlanaysan. Allah ulardan, yani Adem bilan Havvadan nurg'un ayollarni yaratdi. Yani Allah Teala Adem ve Havvadan nurg'unlagan erlarni ve ayollarni yaratdi. Ularning turlari, sifatları, rangları ve tilleri o'xshamagan holatda dunyoning har qaysi joylariga tarqaldi. Ularning oxirgi qaytadigan o'rni Allah Teala'ning dargohi bo'ladi. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahmini uzib qo'yishdan saqlaninglar. Ya'ni sizlar Allah Teala'ga bo'ysunish bilan uningdan qo'rqinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Zahhak mundaq deydi. Nom bilan kelishim tuzishadigan ve va'da qilishadigan Allah Teala'dan qo'rqinglar. Bu ayetin ma'nosi haqida İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mujahid, Ekrime, Hasan, Zahhak ve Rabi qatorliqlar mundaq deydi. Sizlar urug' tuqqan darchilikni uzib etishdan saqlaninglar. Balki urug' tuqqanlarga yaxshilik qilib, tuqqan darchilikni mustahkamlanglar. Allah hakikaten sizlarni, yani bütün ahvolinglarni kuzatib turguchidir. Yani o sizlarning hamma ishinglarni, hamma ishlaringlarni ve hamma holatlaringlarni kuzatguchidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Allah hamma narsani ko'rib turguchidir. İmam Buxoriyning hadisida mundaq deb keldi. Sen Allah Teala'ga xuddi sen onu ko'rayotgandek ibodat qilgan. Agar sen onu ko'rmasangmi, jazman u seni ko'rib turdi. Allah Teala insanlarga ularning bir-biriga mehribonlik qilishi, o'zlarining orasidagi faqir va ojizlarga yaxshilik qilish uchun ularning aslida bir ota va bir onadan tug'ilgan qarindosh ekanligini eslatdi. İmam Muslim Jarir ibn Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning qishig'a Muzar qabilasidan bir turkum faqirlari kelganda Payg'ambar alayhissalom peshin namozini o'qib bo'lib kishilarga tabliq qilyotdi. Tabliğda Allah Teala'nın ey insanlar, sizlarni bir insandan, yani Adem aleyhisselamdan yaratgan, şu insandan, yani öz cinsinden onun cüptini, yani Havvani yaratgan ve ulardan, yani Adem bilen Havvadan nurgun ayollarni yaratgan Rabbinlardan korkunlar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nom bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sil rahmini üzüb qo'yishdan saqlaninglar. Allah hakikaten sizlarni, yani bütün ahvolinglarni kuzatib turguchidir. Ve ey mu'minlar, Allah'tan qo'rqinglar. Her odam ata, yani qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarasin degan oyatini o'qiganligi ondan sahobalarni sadaqa qilishga rag'batlantirib, bir kishi dinardan, dirhamdan, buğdaydan ve xormadan sadaqa qilsin deganligi bayon qilindi. Yani bir rivayette bu surenin 5'idan başlap 3 ayet okudu deb bayon qilindi. Yetimlerning mol mulkini ular balog'atga yetgan chaqda beringlar. Yaxshisini yomonga, yani ularning mollarining yaxshisini o'zinglarning mollarining yomoniga tegishib olmanglar. Ularning mol mulkini o'zinglarning mol mulkiga qo'shib yevolmanglar. Bu hakikaten cho'ng gunohdir. Agar yetim qizga o'ylanib adil muomalada bo'lolmasliklaringlardan, yani tarbiyanglarda
birer yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan, qizga beriladigan mehrni berolmasliginglardan qo'rqsanglar, uni tark etib, o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2ni, 3ni va 4ni elishinglarga bo'ladi. Agar ularning orasida adil bo'lolmasliginglardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'rlar bilan kifoyalansanglar bo'ladi. Bir xotin bilan kifoyalanish zulm qilmaslikqa eng yaqindir. Ayollarga ularning mehrlarini xo'shallik bilan sovg'a qilib beringlar. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazzilik, singishlik, ya'ni pok halol bilib yenglar. Yetimlarning mol-mulkini saqlashga buyurish to'g'risida. Alloh taolo yetimlarga ega bo'lgan kishilarni yetimlar balog'atga yetganda ularning mol-mulkini to'liq qaytarib berishga buyurdi va yetimlarga ega bo'lganlarni u mollarni yevilishdan va uni o'zining mollariga qo'shib olishdan to'sidi. Shuni Alloh taolo mundaq deydi: yaxshisini yomonga, ya'ni ularning mollarining yaxshisini o'zinglarning mollarining yomoniga tegishib olmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Musayyab va Zuhri mundaq deydi: ya'ni sen yetimga ozuqni berib, sen yetimga uruqni berib, semizni elib olma deganlik bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida İbrahim Naxai va Zahhak mundaq deydi: yetimga soxtisini berib, o'zing aslisini elib olma. Suddi mundaq deydi: ularning biri yetimning semiz qo'yini elib olib, uning o'rniga uruq qo'ydan birini saplab qo'yib, bir qo'yga bir qo'y bo'ldi va rost darhamni elib olib, uning o'rniga yolg'on darhamni berib, bu darhamga bir darham bo'ldi deydi. Ularning mol-mulkini o'zinglarning mol-mulkiga qo'shib yevolmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Said ibn Jubayr, Muqotil ibn Hayyan, Suddi va Sufyan ibn Husayn qatorliqlar mundaq deydi: sizlar uni, ya'ni yetimning mollarini o'zinglarning mollari bilan aralashtirmanglar. Bo'lmasa uni yeb qo'ysizlar. Bu haqiqatan cho'ng gunohdir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: ya'ni nihoyatda cho'ng gunohdir. Shuningdek Mujohid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Hasan ibn Sirin, Qatada, Muqotil ibn Hayyan, Zahhak, Abu Malik, Zayd ibn Aslam va Abu Sinan qatorliqlarmu bu oyatning ma'nosini İbn Abbas radhiyallohu anhuma degandek bayon qildi. Bu oyatning umum ma'nosi yetimlarning mollarini o'zinglarning mollariga qo'shib yevilishinglar jazman cho'ng gunoh va cho'ng xatolikdir. Sizlar buningdan saqlaninglar deganlikdir. Yetim qizlarga to'yliq berishda adil bo'lish to'g'risida. Agar yetim qizlarga o'ylanib adil muomalada bo'lolmasliginglardan, ya'ni tarbiyanglarda birer yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan, qizga beriladigan mehrini berolmasliginglardan qo'rqsanglar, uni tark etib, o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2ni, 3ni va 4ni elishinglar bo'ladi. Ya'ni sizlarning biringlarning egidorchiligida yetim qiz bo'lsa, u odam u qizni olmoqchi bo'lib, u qizga chiroy va boshqa jihatlarda o'xshash bo'lgan qizlarga beriladigan to'yliqni berolmaslikdan qo'rqsa, u odam u qizni olmay, uningdan boshqa qizlarni olsin. Alloh u odamning rizqini kemaytib qo'ymaydi. İmam Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi: egidorchiligida bir yetim qiz bor bir odam bo'lib, u qiz u odamning mol-mulkiga va hurmaligiga shirik edi. U odam u qizni nikohga oldi. Bunda qilishi u qizni yaxshi ko'rganligidan bo'lmay, balki u qizning mol-mulkini ko'zlaganligidan edi. Shuning bilan bu oyat nozil bo'ldi. İmam Buxoriy
Urva ibn Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U Aysha radhiyallohu anhadan bu oyatning ma'nosi haqida so'radi. Aysha radhiyallohu anha: "Ey hamshiramning o'g'li, bu bir odam ega bo'lgan yetim qizdir. Qiz u odamning meliga shirik edi. U kishi qizning mol-mulkiga va uning chiroyiga qiziqib kelib, u qizga to'yliq berishda adil bo'lmay, u qizdan boshqasini olganida beradigan to'yliqni bermasdan u qizni olmoqchi bo'ldi. Ondan yetim qizlarga ega bo'lgan kishilar yetim qizlarga adillik qilmay turib va to'yliqni to'liq bermay turib ularni elishdan cheklandi. Agar ular u yetim qizlarga adil bo'lmasa, ularga ko'ngli tortgan boshqa qizlardan elishga ruxsat berildi. Kishilar bu oyat tushib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalomdan fatvo so'rashga boshladi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aysha radhiyallohu anha Alloh taolaning ularni ergi bermaysizlar degan oyatining ma'nosi: sizlarning biringlar qishidagi yetim qizning mol-mulki oz bo'lsa, o'zi chiroyli bo'lmasa, uni olmaydi degan bo'ladi. Dedi. Yetim qizlarning mol-mulki oz bo'lganligi va chiroyli bo'lmaganligi sababi bilan ularni elishni xohlamaganligi uchun ular mol-mulki ko'p va chiroyli qizlarning mol-mulkiga va chiroyiga qiziqib olmoqchi bo'lganlar. U qizlarga to'yliqni to'liq bermaguncha ularni elishdan cheklandi. Faqat 4 ayol elishga ruxsat qilinganligi to'g'risida. O'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2ni, 3ni va 4ni elishinglar bo'ladi. Ya'ni sizlar u yetim qizlardan boshqa xohlagan ayollarni elinglar. Xohlasanglar 2ni, 3ni, 4ni elinglar. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va ko'plagan olimlar bu oyatga asosan bir odamning bir vaqtda birdan 4 kishi xotinini nikohida saqlashi durust, lekin 4 dan ortiqni saqlasa bo'lmaydi dedi. Chunki bu yerdagi oyatning mazmuni xotin elishni yo'lga qo'yish to'g'riliqdir. Agar 4 dan ortiq xotinni saqlash durust bo'ladigan bo'lsa, albatta Alloh taolo bu to'g'riliq bayon qiladi. İmam Ahmad Salimning otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Saqafilik G'aylan ibn Salama musulmon bo'lganda uning 10 ayoli bor edi. Payg'ambar alayhisalom uningga ayollaringning ichidan 4ni tanlab olgan dedi. G'aylan ibn Salama 4ni tanlab oldi. U Ömer'nin xalifelik davriga kelganda bu 4 ayolni taloq qilib etdi va mol mulkini bolalariga taqsim qilib berdi. Ömerga bu vaqtda xabar yetganda Ömer uningga: "Haqiqatan men shayton o'g'irliqcha so'z anglayotganda sening o'lim xabaringni anglab bilib, bu ishni sening ko'nglingga soldimikin deb gumon qilaman. Sen azlı yaşaydıgandek tursan, Allah'ның namı bilen qasamki, sen ayollarың bilen yenişsen ve taqsim qilib bo'lgan mal mülkni qaytarib olasan. Yoki sen ölgende men ayollarыңga senin mallarыңdan miras bölüp berimen ve Ebu Rigal'ның qabrisini çalma kesak qilgandek senin qabrağını çalma kesak qilishga buyurayman dedi. Bu hadisden şundaq dalil alalayımız ki, eğer bir kişinin 4'ten artıq ayolini saqlaşı durust bolsa, elbette Peygamber aleyhisselam G'aylan ibn Salame'nin qalğan ayollarını onun emride qilishga ruxsat qiladi. Ulamı G'aylan ibn Salame bilen billa İslam dinine kirgen idi. Peygamber aleyhisselamның G'aylanni ayollarının içinden 4'ni tanlab elib qalğanını qo'yib berishga buyurganligi albatta 4'ten artıq ayolni biroqla nikohida saqlashning durust emasligini bildirdi. Adil bo'lmaslikdan qo'rqqanda bir ayol bilanla o'tish to'g'risida.
Agar ularning orasida adil bo'lolmasliginlardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qo'l ostinglardagi cho'rlar bilan kifoyalansanglar bo'ladi. Adil bo'lolmaydiganlik to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi. Qancha tirishsanglarmi ayollaringlarga muhabbat va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Lekin cho'rlarning arasida adillik qilish vojib emas. Balki bu mustahabdir. Adillik qilish yaxshidir. Qilmasa hech qanday gunoh bo'lmaydi. Bir xotin bilan kifoyalanish zulm qilmaslikka eng yaqindir. To'yliq berishning vojibligi to'g'risida ayollarga ularning mahrlarini xo'shallik bilan sovg'a qilib beringlar. Bu oyat to'g'risida sahobalar va tabiinlarning bir necha xil qarashlari bor, ko'z qarashlari bor. Bu ko'z qarashlarni yig'inchoqlab aytganda, er kishining ayol kishiga to'yliq berishi vojibdir. To'yliqni u ayollarga xo'shallik va rozilik bilan berishi lozim. Agar er kishi men sana munchilik to'yliq beraman deb to'yliqni atab bo'lgandan keyin yoki to'yliqdan bir qismini berib bo'lgandan keyin ayol qolgan bir bo'ligini erga o'tinib bersa, uni halol, pok deb yesa bo'ladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazzilik, singishlik, ya'ni pok, halol bilib yanglar. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Nisa surasi tafsiridan 1-oyatdan 4-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.